Ipoteka orqali ham xarid qilsangiz bo'ladigan 4 sotikli naq 460 metr kvadratli xonadonimiz zudlik bilan sotuvga qo'yildi. 6 ta hayxotdek xonasidan tashqari katta 3 ta xoll qismiga ham ega bo'lgan ushbu xonadonimiz yaqindagina oppoq qilib yevro remont qilingan. Vaziyat taqozosi bilan hozirda sotuvga qo'yilgan. Umumiy hisobda 3 ta sanuzelga ega ushbu xonadonimizni damashli telefon nomerlari ham ishlab turibdi. Ushbu xonadon 100% pishgan ashdan qurilgan bo'lib, uy ta'mirida eng sifatli qurilish xomashyorlaridan foydalanilgan. Remontida ham eng qo'li mohir ustalar tanlangan. Огорodiga daraxtlar ekilgan. Qo'shimchasiga podvallari ham mavjud. Xonalari keng va yorug'. Uy ichidagi kuxonniy mebellari qoldirib ketiladi. Konditsionerlari esa kelishiladi. Manzil Himmat tor ko'chasi 177-uy. Mo'ljal Medgaradok ro'parasidagi Gilamsaroy orqa mahallasida joylashgan. Tahoratxonalarni ta'riflashga til ojiz. Qisqasi, har bitta o'zbek qanaqa katta xonadon orzu qilsa, xuddi sizni orzungizdagidek xonadon. Shoshiling, tezda uy egalari bilan bog'laning. Narx-navosini uy tepasida 5 tashlab baraka qilsangiz, yana ham kelishtirib chiroyli narx qilib berishadi. Videoga yurechani bosib, uy qidirib yurgan qarindoshlarga jo'natamiz. Izoh qismida bizga ham nasib qilsin so'zini yozib qoldiring.